Nozimani ishi nima bo'ldi? To'xtab qoldimi? Qanaqadir yangilik bormi? Nimaga oxirgi mahal Dalilus Javohir internetda ko'rinmay qoldi degan savollar hechqanday juda ham ko'payib ketibdi. Shularga общий qilib turib, qisqacha ma'lumot sifatida gapirib o'tib ketaman. Nozimani ishi to'xtab qolgani yo'q. Hamma o'zini ishini qilyapti. Dalilus Javohir aka jurnalistik surishtiruvni olib boryapti. Advokatlar, yuristlar dokumental ish bo'yicha ishlashyapti. Men bloger sifatida qanaqadir ma'lumot bo'lib qolsa internetda ko'rsatib, o'zimni shaxsiy fikrimni bildirishga harakat qilyapman. В любом случае bu ish to'xtab qolgani yo'q. Bu o'z nomi bilan jinoiy ish bo'lgandan keyin bu bir kun, 2 kun yoki 1 oy, 2 oyda hal bo'lib qoladigan narsa emas. Bunga misol qilib keltirib beradigan narsam, bir ayolda Nozimani ishiga o'xshash bir voqea bo'lgan. U ayol o'zini qizini nomini oqlash uchun 6 yil davomida kurashgan. 6 yil deganda o'zini qizini nomini oqlab sudda yutib chiqqan ekan. Endi Nozimani ishi jabni 6 yilga cho'zilib ketmaydi-yu, xudo xolasa qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Endi qanaqadir yangilik bormi deganlarga keladigan bo'lsak, adashmasam kecha yoki bugun Detektiv.uzda kanalda chiqqan ma'lumot, Bolnitsa tomonidan berilgan hujjatlar soxtalashtirilgan bo'lish ehtimoli bor ekan. Sababi politsiyalar kamera orqali ko'rsatgan bolnitsa boshqa bo'lib chiqyapti ekan. Xullas, shunchaki sabr qilib kuzatib tursanglar, qanaqadir ma'lumot bo'lib qolsa, iloj boricha tezroq sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz.